Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan 7-sinf texnologiya fani robototexnika bo'limining birinchi amaliy mashg'uloti fotorezistor bilan tanishish mavzusi bilan tanishamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi Tinkercad platformasi, fotorezistor, Arduino Uno, maket plata, rezistor, ulovchi simlar, batareya, lampa kerak bo'ladi. Ishni dast avval Tinkercad platformasiga o'tib olishdan boshlaymiz. Biz sizlar bilan o'tgan darslarda Tinkercad platformasi haqida ko'p marotaba gaplashdik va biz uchun kerak bo'ladigan elementlar, ya'ni robototexnika elementlari ishchi oynaning o'ng tomonidan bemalol olib foydalanishimiz mumkin. Fotorezistor bilan tanishish uchun bizga kerak bo'ladi avvalambor Arduino Uno platasi va maket plata. Undan so'ngra kerak bo'ladi bizga fotorezistor. Fotorezistorni quyidagi tartibda joylab olamiz va rezistor kerak bo'ladi. Uni ham quyidagi tartibda joylab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek joylab oldik. Endi Arduino Uno bilan maket platadagi rezistor va fotorezistorning oyoqchalarini simlar bilan biriktirib, ya'ni tokka ulaymiz. Buning uchun biz 5 voltli, ya'ni Arduino Unoning 5 voltli pinidan tok olib, sim olib, rezistorning birinchi oyoqchasiga birlashtirib olamiz. Keling azizlar, buning rangini ko'k rang qilib belgilab olamiz. Undan so'ng JND oyoqchasidan tok olib, fotorezistorning birinchi oyoqchasiga joylab olamiz. Keling azizlar, buning rangini qizil rang bilan belgilab olamiz. Undan keyingi qiladigan ishimiz A0 pindan, ya'ni A0 pindan tokni olib, fotorezistor va rezistorning oyoqchasi birikkan joyga joylab olamiz. Va keling azizlar, buning rangini yashil rang bilan belgilab olamiz. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek birinchi qismi tayyor bo'ldi. Undan so'ng bizga kerak bo'ladi bir dona batareya, ya'ni bu batareyani ustiga bir marta bosib, uni 180 gradusda, ya'ni 360 gradusda burib olamiz. Va yana kerak bo'ladi rezistor va fotorezistor. Ulab olamiz va lampochka kerak bo'ladi. Bizga lampa kerak bo'ladi. Lampa bu yerda yo'q. Bu yerdan vse bo'limiga o'tib bir dona lampa olamiz va ularni ham men ko'rsatgandagi tartibda biriktirib olamiz. Buning uchun batareyaning musbat pinidan rezistorning oyoqchasiga tok ulaymiz. Batareyaning musbat pinidan fotorezistorning birinchi oyoqchasiga tokni ulab biriktirib olamiz. Keling azizlar, buning rangini qizil rang bilan belgilab olamiz. Va ikkinchi tartibda qiladigan ishimiz batareyaning manfiy oyoqchasidan tok olib, ham rezistorning oyoqchasiga biriktirib olamiz, hamda lampaning, ya'ni lampaning birinchi oyoqchasiga, ikkinchi oyoqchasiga biriktirib olamiz. Keling azizlar, buning rangini qora rang bilan belgilab olamiz. Qora. Va buni ya'ni boshqa rang bilan, masalan, ko'k rang bilan belgilab olamiz. Mana azizlar, bir dona, ya'ni rezistor va fotorezistorning birikkan oyoqchasidan bir dona simni olib va lampaning birinchi oyoqchasiga biriktirib qo'ysak, ishimizning texnik qismi
tayyor bo'ldi va buning rangini sariq rang bilan belgilab olamiz. Mana azizlar, bizda texnik qismi tayyor bo'ldi. Endi uning dasturiy qismiga o'tamiz. Dasturiy qismiga o'tish uchun bu yerda kod deb yozilgan tugma bor. Ushbu tugmani bosganimizda bizga bloklar yordamida kodlash yoki dasturlash yoki matn yordamida, ya'ni Arduino Uno dasturlash tili yordamida dasturlash berilgan. Bizga qulay bo'lgani bloklar yordamida dasturlash. Shuning uchun bloklar yordamida dasturlab ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi vyixot, ya'ni chiqish bloklaridan birinchida turgan, ya'ni bu blok kerak bo'ladi va sariq bloklardan, ya'ni kutish bloklaridan bir dona kutish blokini olamiz. Yana vyixot blokidan birinchida turgan blokdan olib tokni uzib qo'yamiz bu yerda. Va so'ng yana kutish blogidan bir dona olib joylashtirib qo'yamiz. Dasturiy qismi juda ham oson. Mana ko'rib turganingizdek dasturiy qismi ham tayyor bo'ldi. Endi uni ishlatib sizlarga ko'rsatib o'taman. Buni ishlatish uchun avvalambor начать modelирование tugmasini bosib olamiz. Mana azizlar, buni bosib oldik. Bu yerda fotorezistorning ustiga bir marotaba bosganimizda bizga gradusnik kabi ashyo chiqadi. Buni quyoshga, ya'ni yaqinlashtirganimiz sari, ya'ni bu doirani quyosh belgisiga yaqinlashtirganimiz sari lampamiz yonishni boshlaydi. Mana yonishni boshlaydi. Ko'rib turganingizdek dasturimiz ishlayapti. Biz tuzgan dastur ishlayapti. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Darslarimiz foydali bo'lganidan juda ham xursandmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.